Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi siz bilan o'tadigan mavzuyimiz bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Menimcha hammaga qiziqarli bo'lsa kerak bu mavzu. Xo'p, birinchi navbatda bizga nima kerak? Prezident haqida umumiy tushunchalar. Hamma biladi, konstitutsiyamiz yangilangandan keyin prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga o'zgartirildi. Hozirgi kunda 7 yil qilib belgilangan. Keyingi masala bo'lsa prezidentga qo'yiladigan talablar. Yo'q, undan oldin biz qachon prezident o'z lavozimini egallash haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 108-moddasiga yozib qo'yilgan. Unda Oliy Majlisdagi qasamyodi qabul qilgandan keyingina prezident rasman o'z lavozimini egallagan hisoblanadi. Xo'p, talablarga to'xtaladigan bo'lsak, kimlar o'zini nomzodini prezidentlikka qo'ya oladi? Birinchi navbatda 35+, ya'ni 35 va undan katta bo'lgan yoshdagilar. Keyingisi 10 yil muqim. Shu joyga e'tibor qaratamiz. Muqim O'zbekiston hududida yashagan bo'lishi kerak. Davlat tili, ya'ni o'zbek tilini ravon so'zlasha oladigan va oxirgisi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olgan shaxs bo'lishi kerak. Bu prezidentga qo'yilgan talablar hisoblanadi. Xo'p, prezident bizda qanday normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqa oladi? Qaror, farmon, farmoyish. Bu yerdan e'tiborimizni farmonga qaratishimiz kerak. Nega? Chunki faqatgina prezident lavozimini egallagan shaxs farmon deb atalgan normativ huquqiy hujjatni ishlab chiqa oladi. Qaror, farmoyish esa boshqa davlat organ rahbarlari ham ishlab chiqa oladi. Xo'p, keyin prezidentning talablari, vakolatlariga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni prezident nima ishlarni bajara oladi? Bu O'zbekiston Respublikasi yozish ismidan chiqibdi. Konstitutsiyasining 109-moddasi. Ushbu moddada 25 ta prezidentning vakolatlari berib o'tilgan. Ulardan bittasi davlatga rahbarlik qiladi, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qiladi, fuqarolarni unvon va ordenlar bilan mukofotlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorini va o'rinbosarini lavozimiga tayinlaydi. Markaziy bank raisini, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud raislarini lavozimiga tayinlaydi. Fuqarolikka qabul qiladi, fuqarolikdan chiqazib yuboradi va shunga o'xshash yana bir qator vazifalarni bajaradi. Biz uni Konstitutsiyaning 109-moddasidan o'qib yodlab olamiz. Xo'p, keyingisi prezident bo'lishi bilan bir paytda O'zbekiston Respublikasining oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi va bizni qurolli kuchlarimizga rahbarlik qiluvchi shaxs hisoblanadi. Keyingi masala, agarda Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar, noaniqliklar, ixtiloflar yuzaga keladigan bo'lsa, prezident O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan kelishgan holatda Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasini tarqatib yuborish huquqiga ega. Va eng oxirgi ma'lumot shundan iboratki, bu 107-modda, ya'ni prezident boshqa haq to'lanadigan lavozimlarda ishlay olmaydi. Например, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana olmaydi, deputatlik faoliyatini amalga oshira olmaydi. Shuningdek, bir qator haq to'lanadigan ishlar bilan shug'ullanishi taqiqlanadi. Xo'p, buguncha bizda prezident mavzusi shulardan iborat edi. Siz bilan bo'lsa Oyxon Rustamovna. E'tiboringiz uchun rahmat.